Lekin biz ayollar shuni talab qilamiz. Ular bizga sevgi bersin, SMS yozsin, sevaman desin. Siz nima erkagingizni ayolga aylantirmoqchimisiz? Hissiyot tuyg'usi, emotsiya, ko'z yoshlar, sevaman deb tinimsiz talpinishlar, yig'i-sig'ilar, sevgi, e'tibor olish, e'tibor, bular hammasi biz ayollarga berilgan. Barcha emotsional holatlar, emotsiyalar bu ayollarga berilgan, chunki ayollar qalb bilan yashaydi. Qalban his qiladi, kutadi, sog'inadi, intiladi. Ayollar ovqat qilayotgan bo'lsa ham, bolasiga qarayotgan bo'lsa ham, ko'chada ish qilib yurgan bo'lsa ham o'sha juft haqida o'ylayveradi. Erkaklar unaqa emas. Erkaklar uydan chiqdimi bo'ldi, unutadi. Chunki ular funktsional, ya'ni bitta funksiya bajaradi. Ishmi ish. Do'stlar davrasimi, demak do'stlar davrasi. Oilami oila. Ishga borgani, do'stlar ichida yurganda meni eslasin degan narsa bu noto'g'ri. U qila olmaydi bu ishni. Chunki diqqat o'sha joyga qaratiladi. Agar o'sha joyga qaratmasa, erkak kishi ishida unum bo'lmaydi. Shuning uchun shunaqa moslangan, aqli shunaqa moslangan. Biz bir paytda o'zida biz bunaqa funksionalmiz, ya'ni ko'p funksionalimiz. Bir paytda o'zida 5-10 ta vazifalar bajarib olamiz. Bolaga ham qaraveramiz, televizor ham ko'raveramiz, bu yoqdan o'rtog'imiz bilan gaplashib qo'yamiz, orada erimizni ham o'ylab qo'yamiz. Nima qilyapti ekanda? Endi o'zingiz o'ylang. O'zingizda bo'lgan narsani, o'zingiz o'rgangan narsani eringizdan talab qilishingiz to'g'rimikan? U bunaqa bo'larmidi? Bunaqa bo'lishni xohlasangiz, siz erkakka aylanishingiz kerak, u ayol sifat bo'lishi kerak. To'g'ri. Har bitta ayolda, har bitta erkakda ham ayollik, erkaklik gormoni bor. Chunki mana hozir aytishingiz mumkin, shunaqa erkaklar bor-ku, shunaqa romantik, tinimsiz e'tibor beradi, sevgi beradi, chunki ular boshqa qiladigan ishi yo'q. Demak, ular shunaqa erkakki, faqat shunga bog'langan. Lekin erkakda umuman psixologik holati faqat o'sha diqqati qaratilgan tarafga qaratiladi. Bor shunaqa ayollarimiz ham erkak sifat. O'zi ishlaydi, o'zi pul topadi, hamma yoqda o'zi ta'minlaydi, oilani ro'zg'orda hamma yoqda bo'yniga olgan. Bunaqa ayollar erkakka albatta ayol sifat bo'ladi. Faqat sevgi berib o'tiradi, muhabbat berib o'tiradi, erkalab o'tiradi, maqtab o'tiradi. Chunki u oilada o'sha erkak bor. Ayol kishi hamma yoqda qilyapti uchun. Siz tanlang. Bu hayot tarozisida, bu hayot maydonida balansni qanday ushlamoqchisiz? Yo'q, menga erimni ayol sifat bo'lishi yoqadi desangiz, marhamat, o'zingizni erkak yasang. O'zingizni erkakdek his qiling. O'zingizni erkakka aylantirsangiz, ana undan keyin erkagingiz ham ayol sifat shu sevgi berib o'tiradi. Tinimsiz qo'ng'iroqlar qilib, SMSlar yozib. Qadrli ayollar, hamma narsani o'zini o'rnida bo'lgan. Masalan, oldingi insonlarni oladigan bo'lsangiz, mana sarkardalar, donishmandlar tinimsiz ayolga sevgi berib o'tirmagan. Agar shunday bo'lganda ular dunyolarni bosib olisha olmasdi. Nomlari tarixda qolmas edi. Faqatgina ayolni eslagan. Agar kinolarni ko'rgan bo'lsangiz, tarixni o'qigan bo'lsangiz, erkagingizni haqiqiy erkak bo'lishiga ruxsat bering. Ayolingizni ayol bo'lishiga ruxsat bering. Albatta ayol kishi uchun eng ko'p, eng kerak narsa ozgina shirin so'z. Shu uyga kelganingizda chiroyli so'z eshitsa bo'ldi, yetadi ularga. Ayollar esa erkaklarni tinch qo'yib tursa bo'ldi. Ishga ketganida, o'rtoqlar davrasida. Eng yoqadigani shu. Shuning uchun endi bunaqa bo'lish uchun qadrli ayollar, ya'ni turmush o'rtog'ingizni ongan, qalban qo'yib yuborish uchun vaqtinchalik albatta ko'chada yurganda deb sevgi talab qilib, e'tibor talab qilib, asabga tegmaslik uchun siz nima bilandir band bo'lishingiz kerak. O'zingizni qiziqishingiz bo'lishi kerak, o'zingizni sevgan kasbingiz bo'lishi kerak, sevgan kitobingiz bo'lishi kerak. O'zingizni ongingiz, ruhingiz uchun hech narsa bermaganingizdan keyin boshqa o'ylaydigan narsangiz yo'q. Albatta eringizni kovlash bilan band bo'lasiz. Uni tekshirish bilan, qayerda ekan, nima qilyapti ekan, kim bilan ekan, telefonlarini, parollarini o'rganish bilan ovora bo'lasiz. Sizga kerakmi bu ortiqcha tashvish, ortiqcha dilxiralik, ortiqcha asabbuzarlik? Ishoning, men sizga aytaman, az ayollar. Ketishni istagan erkak, xiyonat qilishni istagan erkak qiladi baribir. Ketadi baribir. Siz uni tergashlaringiz bilan, yig'lashlaringiz bilan, yalinishlaringiz bilan, o'zingizni bechora ko'rsatishlaringiz bilan ushlab qola olmaysiz. Siz qachon ushlab qolasiz erkagingizni? Siz shunga mos bo'lganingizda.
Ya'ni erkak sizni yo'qotishdan qo'rqish kerakda. Nima deydi? Bu kimni yo'qotaman? Bitta yig'loqi, bu meni tinimni tekshiradigan, o'zini ustida ishlamaydigan, tinimsiz uyda o'tirib, faqat uyda ovqat hidi keladigan ayol. Osongina voz kechadi bunaqa ayollar. Siz o'ziga qaragan bo'lsangiz, siz o'ziga ishongan bo'lsangiz, sizning o'zingizni dunyoyingiz bo'lsa va bu dunyo go'zal bo'lsa, erkak bunaqa ayollarni yo'qotishni xohlamaydi. Yo'qotishga arzirli bo'lishingiz kerak. Qachon shunaqa bo'lganingizda siz xavotirga o'rin bo'lmaydi. U sizni kerak bo'lsa tekshirsin, u sizni kerak bo'lsa poylasin, siz nega poylaysiz eringizni? Shuning uchun ham erdan e'tibor olish uchun, uni xiyonatlarga barham berish uchun aziz ayollar, o'zingizni o'zgartiring. Siz mos bo'ling. Shu darajada cho'qqi bo'lingki, shu darajada havas qiladigan bo'lingki, eringiz qo'rqsin. Eringiz xavotir olsin. Ana shunday ayol bo'lish uchun esa albatta inson o'zini ustida ishlashi, eng muhimi ilm olish kerak. Bilim olish kerak. Mana shu bilimni qancha ko'p shakllantirganingiz sari, o'zingiz ustida ishlaganingiz sari siz ochilib boraverasiz. Yuzingizdan nur yog'ilib boraveradi. Hech qanaqa makiyaj, hech qanaqa ortiqcha atir upa ham kerak emas. Siz shundoq ham chiroyli bo'lib boraverasiz. Ya'ni men chiroyliman yoki chiroyli emasman bilan ushlab qolib bo'lmaydi. Erkaklar unaqa narsaga tushmaydi. Haqiqiy energiya bor, ayollik energiyasi bor. Albatta bu haqda keyingi darslarimizda gaplashamiz. Ayolning 4 tabiati haqida gaplashamiz. Aynan erkak ayol munosabatlari juda ham katta mavzu. Bitta darsda tugaydigan mavzu emas. Buni keyin gaplashamiz inshaalloh. Albatta inshaalloh o'zingiz turmush o'rtog'ingiz, juftingiz bilan ideal munosabatlarga kirisha olasiz, erishasiz bunga. Bugungi esa sizlarga vazifa berib o'tmoqchiman. Aynan turmush o'rtog'ingizga bog'liq vazifa. Turmush o'rtog'ingizga qo'ygan nomlaringizni eslang. Turmush o'rtog'ingiz nima deb ataysiz? Dadasi deysizmi? Ahmoq deysizmi? Qanaqa nomlari bor? Hech narsani tushunmaydi, gapga kirmaydi, meni mensimaydi. Qanaqa nima deb sifat berasiz eringizga? Hammasini yozib chiqasiz. Bir ko'ring. O'zingiz bir tasavvur qiling va tafakkur qiling. Sizning eringizni sizga bo'lgan munosabati sizning unga qo'ygan nomlaringizga bog'liq. Siz shunaqa deb atayapsiz, u shundayligicha qolyapti. Mayli hozircha ideal emasdir. Mayli hozircha siz xohlagan munosabatni bermayotgandir. Hozircha sizga hech narsaga ruxsat bermayapti, sizga doimiy ta'ziyq qiladi. Mayli, keling, shunchaki shu nomlarni o'zgartiring. Dadasi emas, faqat bolalaringizga ota bo'lmasin. Chiroyli nom qo'ying ularga. Kim bo'lishni xohlaysiz? Quyosh bo'lishni xohlaysizmi? Quyoshim deb atang. Siz malika bo'lib, u sulton bo'lsa, sultonim deb atang. O'zgartiring nomni. Siz nimaga bu chashkaga chashka deb nom bersangiz, bu chashkaligicha qoladi. Buni telefon deb atamaysiz-ku. To'g'rimi? Shuning uchun turmush o'rtog'ingizga qo'ygan nomlaringizni o'zingiz xohlaganiga o'zgartiring. E'tiborsiz so'zni olib tashlang. Yo'q, o'zingizga ayting har kuni. Meni erim e'tiborli. Pul bermayapti? Yo'q, meni erim har kuni pul beradi. Meni erim mehribon. Meni erim mard. Meni erim meni sevadi. Meni erim menga vafodor deyishni o'rganing. Mayli bu shunchaki tasavvur bo'lsin. Mayli shunchaki oddiy gaplar bo'lsin. Ana undan keyin ko'rasiz buning natijasini. Kamida 21 kun o'zingizni qat'iy shunaqa bo'lgan taqdirda yo'q, meni erim baribir yaxshi deb ko'ring. Meni erim baribir e'tiborli. Ruxsat ola olmayotgan bo'lsangiz nimagadir? Yo'q, erim baribir menga ruxsat beradi. Ishlashga ham, sayohatga ham, ishimga ham yo'g'imga ruxsat beradi deb ko'ring. 21 kun o'zingizni shu narsaga ishontiring. Ya'ni eringizni boshqa tarafdan ko'rishga harakat qiling, boshqa rakursdan ko'rishga harakat qiling. Ishoning, tez fursatda siz istagandek turmush o'rtog'ingiz asta-sekinlik bilan o'zgarishni boshlaydi. Natijalaringizni esa yozib qoldirishni unutmang. Inshaalloh sizlar bilan keyingi darsgacha xayrlashib qolaman. Keyingi darsda hali ko'p suhbatlar quramiz inshaalloh. Azizlarim, o'zingizni, oilangizni, juftingizni asrang. Siz eng yaxshisiga loyiqsiz.